Bu kim bo'ldi ekan? Qishlog'imizga yangi jetel kelib qopti. Hozir tanishib kelaman. Lekin umrimda bunaqangi ko'k rangli jetelni ko'rmagandim. Nima bu? Qanaqadir kasal bo'lganmi? Mana bu narsa nima oldidagi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Ishlar yaxshimi? Ha, yaxshi rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Sizni tanimadim. Kimsiz? Men qishlog'inglarga yaqinda keldim. Men aksiya nima edi? Aksiya olib boraman. Ya'ni mana bu nishonni urib bersangiz, sizga mana bu yonida turgan seyflardan bittasini ochishga ruxsat beraman. U seyflarning ichida esa har xil narsalar bor. Pul bo'lishi ham mumkin, har xil sovg'alar bor. Tushunarli. Buni kodi qanaqa? Kodini aytmayman, albatta nishonga tekkizsangiz kodi aytiladi. Mayli. Bo'pti, mana o'ylab ko'ray, qani keyinroq kelarman, ishlarim bor. Polizimdagi hosillar yig'ishtirib olayin, keyin kelaman. Xo'sh, mana polizdagi hosillarni ham yig'ishtirib oldim. Mana bu musurda uzoqroq otib orayin-da. Lekin rostdan juda ham qiziqyapman, lekin uyqum kelyapti, chunki kecha uxlamagandim. Nimaga kecha uxlamaganimning sababi sizlarga video olib chiqdim kechasi bilan. Sizlar esa videoni nimagadir oxirigacha ko'rmayapsizlar. Balki sizlarga qiziq bo'lmayotgandir. Sizlarga qiziq bo'lish uchun nima qilishim kerak? Kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlar aytganinglarni qilmoqchiman. Xo'sh, tak, ostagina uxlayveraydi. 5 minut uxlamasin bo'lmayapti. Va ertalab bo'lib ketmabdi, chunki men kunduz kuni uxlayapman. Qanaqasiga ertalab bo'lib ketishi mumkin? Hozir 1-2 so'm pul olmadimmi? To'xtanglar, pul olayin 1-2 so'm. Ana u o'yinda o'ynab ko'rmoqchiman, ya'ni qanaqadir aksiya o'tkazyapman dedi-yu biratan. Ya'ni nishonga tekkizish san'atini tekshirib ko'rar ekan. Agar nishonga tekkiza olsam, keyin menga o'sha sandiqni, ya'ni seyfning ichidagi narsalar sovg'a beradi. Biratan men qatnashib ko'rmoqchiman. Marhamat olishingiz mumkin. Kabal va o'qlar sizga muntazir. Pistolet bilan ursa ham bo'ladimi? Lekin u biroz hali ishga tushmabdi, to'g'rirog'i. Tushunarli. Unda men hozir otib ko'raman, qarang hozir. Ko'rasiz mana. Tak. Oldidan otish mumkin emas. Nimaga? Shundaga uzoqda otish kerak. Mayli, hozir uzoqroqda otaman. Mana shu yerdan yo'ldan otsam bo'ladimi? Bo'ladi, o'sha yerda oting. Xo'p, mayli, hozir nishonga olamiz va tak, qani, obbo tegmadi-ku. Teqqiz olmading-ku, jigar. Teqqiz olmadim, to'g'ri aytasiz, lekin o'ylab ko'rish kerak. O'qni olayda. Hozir to'xtang. Men yana bitta urinib ko'rishim kerak. Ya'ni bitta urinishda to'xtash bu yaxshi ish emas. Menga hozir ikkita o'q kerak. Uzoqroqdan borib ikkita otaman. Bittasi aniq tegar qilib, ikkinchisini tekkizib beraymi sizga? Birinchisini bilmadim, ikkinchisi aniq tekadi lekin. Hozir men to'g'risini otish kerak-da. Qiyshiq otsam keyin balki tegmay qolishi mumkin. Hatto mana mashinaga tekib ketadigan bo'lsa, keyin egasi chiqib janjal qilishi mumkin. Qarang, birinchisi tegmaydi, ana bilaman, chunki o'zim men qiyshiq otib yordim. Ikkinchisini qarab turing, sentrga urib beraman, qarang, mana. Ko'ryapsizmi? Biratan men tug'ma merganman, ko'ryapsizmi? Вообще. Gap yo'q, chotki. Birinchisi seyfni ochishingiz mumkin. Kodi 1238. Hozir tanlab olayda, to'xtang. Yo'q, tanlash mumkin emas. Birinchisini oching. Birinchisi bo'lsa, to'xtang. 1238 dedingiz-a? Shunaqa. Tak, 1238 qaraydi, mana 38. Oho, buncha narsa bor. Shular hammasi endi mengami? Sizga. Lekin bir tinga qimmat bo'lgan befoyda narsalar hammasi. Kerak bo'lib qoladi, unaqa demang. Mayli, hozir hammasini sinab ko'raman. Shu yerda sinasam bo'laveradimi? Bo'ladi. Kamera menga nima kerak? O't o'chiradigan narsa. Buni nima qilaman men hozir? Archa ham bor ekan, nahotki buncha kerak emas narsalar. Mototsikl, menga mana shu juda ham yoqdi lekin. Juda ham qimmat turadigan mototsikl. Narxi $3000 turadi. $3000 qimmat emas-ku. Men uchun qimmat, siz uchun qimmat bo'lmasa ham. Tushunarli. Mana bu esa tramplin. Tramplindan nimadir uchirib ko'rish kerak. Bilmadim, mayli, mototsikl haydab ko'rarman keyin balki. Mana bu esa dahshatli niqob ekan-ku. Bu nima? Bu sizda hamma narsangizni ko'rsatib tashar ekan. Chotki kimdir sovg'a bor ekan, yangi yil sovg'asi archani tagiga qo'yiladigan. O'zi aytdim, archa bor, nima sovg'asi yo'q deb. Ichidan esa nima edi bu? Короче, duxovka chiqdi o'zbekchasi aytganda. Ya'ni duxovka o'z ruscha so'z, o'zbekchasini ayta olmadim. Короче, bu yerda mana bu nima narsa? Buni otsa aylanib keladi. Nima bu? Bu prosta osib qo'yiladigan narsa ekan, ya'ni belgi ekan. Yana bu yerda mana bunaqangi eshik bor ekan, ya'ni podvalni eshigi. Buni qo'yamiz. Texnologiya ekan bu. Xo'p, buni qo'yib ko'ramiz. Bu qanaqadir
banka ekan. Bankani ichida hech narsa yo'q-ku lekin. Mayli. Bu esa qaychimi? Bu nima narsa, brat? Bu doktorlarning qaychisi. Qanaqa doktor? Doktor bilan doktorning aralashmasi doktor bo'ladi-da. Shunaqa to'g'ri aytyapsiz. Oltinmi yo bu boshqa narsami? Oltinga o'xshaydigan pechina. Pechenye, yaxshi pechenye bo'lsa, lekin menga pechenyelar yoqmaydi. Senga yoqish shart emas, shunchaki o'sha sovg'ani ichiga solib qo'ygan va kim olsa o'shaniki bo'ladi. Mana bu bobomni bobosini momosidan qolib ketgan telefon. Juda ham eski qadimiy. Uni muzeyga topshirsang juda qimmat narxga olishadi. Politsiya mashinasi. Sen politsiyachi bo'lmoqchi edingmi? Yo'q, bo'lmoqchi emasdim. Unda uzoqroqqa to'xtatib qo'ygin. Ya'ni senga kerak emas bu mashina, to'g'rimi? Kerak emas, bo'ldi, mana shu yerda qoldiraman. Lekin atay menga yarashdi. Qachondir politsiyachi bo'lsam, haydab ko'raman. Hozir mana bu ikkita narsalar qoldi. Mana bu buni qo'yib ko'rdim-ku hozir. Mayli, bu shu yerda tura qolsin. Bu nima edi? Sigaret? Jinni, men chekmayman. Bo'pti, o'zim chekib qo'yaman. O'zing chek, lekin o'zingga maslahat bermayman. Chekish yomon. Mayli. Mana kichkina kirkacha, naxotki. Bloklarni kichkina qilib sitar ekan. Bu narsa zo'r ekan-ku. Zo'r narsa. Men buni juda qimmat narxga olgandim. Ko'rinib turibdi, lekin вообще takoy narsa ekan, menga juda ham yoqdi. Hammaga yoqadi u narsa o'zi. Yaxshi, mayli. Bo'ldi, bu shu yerda tura qolsin. Hozir nima qoldi? Menimcha hammasini sinab ko'rdim. Yaxshi, endi bu narsalarni nima qilsam ekan? Hammasi bu yerda, bu yer musulxona emas. Mayli, hozir uyimdan kirkam bilan taporimni olib borayda. Sirraz olib tashlayman, lekin вообще kerak emas. Bir tinga qimmat narsalar chiqdim. Shuncha pulimni ketkazganim qoldi. Mayli, yana bitta ochib ko'raylik, yana bitta, balki narigisini ichidan normaliy narsa chiqib berar. Endi bilmadim. Taxminiy tavakkal deganda taxmin qilamiz-da nima chiqishini endi. Hozir mana bu narsalarni olib chiqaman, keyin yana bitta ochaman. Nishonga tek qilsang albatta ochishing mumkin. Hozir tek qilishga harakat qilaman, shoshmay turing. Biratan hozir taporni olish kerak, mana bu narsalar bizga kerak emas. Tapor bilan sinar ekan menimcha. Yo'q, kirka bilan sinadi deyaptimi? Nima bu sekin sinadi deyapti. Balki rostdan sinib ketar-a? Yo'q, sinib ketmas ekan. Lekin ichidagi narsa men ko'rmadim, nimadir tushunmadim, mayli. Mototsiklni nima qilsak bo'ladi? Hozir olib qo'yaman, to'xtanglar. Okay. Buni qayerga qo'ysak? Mayli, o'zimda tura qolsin. Bu yerda archa bor, archani olib tashlaymiz. Archani tapor bilan kesish kerak edi albatta. Mashinani ham hozir olamiz. Ключ bilan mayli tura qolsin. Xo'sh, bo'ldi. Bu narsalarni menga keragi yo'q. Biratan qaytarib joyiga solib qo'yaman. Mayli, sendan keyingi odamga beraman. Yaxshi. 12.38. Nimaga 12.38 aynan? Endi kallamga kelgan raqamni qo'yganman-da. Tushundim. Tabiatan kerakli narsa faqat kamon. Qolgani kerak emas ekan. Unchalik qolganini shu yerga solib qo'ysam ham bo'laveradi. O'zi bunaqa narsalarni bekor olib kelibsiz, kerak emas-da, qarang. Qachondir kerak bo'ladi deyapman, nima tushunmaysan gapga? Tushunyapman. Hozir yana otib ko'raman. Agar teqqiz olsam, yana bitta seyf ochaman. Mayli, bemalol ochaver. Hozir nishonni to'g'rilab olish kerak albatta. Hop. Tok. Yo'q, qiyshiqmas. Tok. Choy otildi. Tegmadi. Nechiva, bratan, menda yana urinish berasiz albatta. Ya'ni bitta urinishda to'xtab qolish degan narsa u sizda bo'ladi. Tushundingizmi? Men bir nechta o'q olayin, chunki bitta o'q bilan hech nimani xalqi bo'lmaydi o'zi. O bitta o'q bilan nima qilishim mumkin? U tegmaydi, yarmi tegmaydi, aniq bilaman. Hozir men uni tekkizsam, keyin bitta sandig'ingizni ochsam, keyin mazza qilib turib ichidagi narsalarni ishlataman. Agar men yo'qadigan narsa chiqsa, sal teparoqda ko'zlash kerak ekan. Men sal nota urib, tegdi bratan, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Endi to'xtang, menga keyingi seyfni kalitini ayting. 12.39 ikkinchi seyfni kaliti. Nimaga 12.39 aynan? 12.38 dan keyin 12.39 keladi-da. Tushunarli, mana bo'ldi. Bo'ldi, olaver, ichidagi hamma narsa senga. Bunga ham bir tinga qimmat narsalar bor ekan. To'xtayman, o'zimdagi narsalarni mana bu kerak emaslarni shu yerga solib qo'yay, baribir kerak emas. Chunki aytganim bir tinga qimmat narsalar. Sen uchun kerak emas, menga kerak. To'g'ri, sizga kerak bo'lishi mumkin. Buni ochamiz. Nechi hozir buni olib tashlab ham bo'lmaydi. Mayli, tura qolsin shu yerda. Men olib ketmoqchi edim. Yo'q, olib ketish mumkin emas. Faqat ichidagi narsalarni olishing mumkin. Mayli, olmayman. Narsalar juda ham ko'p.
bir tiyinga qimmat lekin emas. Nimaga shunaqa qildingiz, bratan? Kerak emas narsalar qo'yib. Nima siz odamlardan kerak emas narsalarni, musorlarni yig'ishtirib turib, olib kelib bu yerga aksiya qilib ishlatyapsizmi? Yo'q, unaqa emas. Shunaqaga o'xshayapti-da. Yo'q, unaqa emas dedi bu. Mana bu kiyimni yarmi chiqdi mana. Takoy bola bo'lib qoldimmi? Kommentariy yozinglar, like bosinglar aytgancha. Xo'sh, ana endi keyingi narsalarni ham sinayverish kerak. Bu nima edi? Bu kamera bitta brat qarang. Jilmang. Ol. Olmayman, hazillashdim. Bu qanaqa maska ekan? Oq maska, ko'rmayapsanmi? Oqligini ko'rib turibman. Xarita, qishlog'imiz xaritasi bor ekan. Bu granatalar, yana nima bor edi bu yerda? Tak. Mana bu esa qanaqadir qizil yo yashil, yashil bloklar. Bu orqa fon, ya'ni videoda orqa fon sifatida ishlatiladigan bloklar ekan. Tak, yana nima narsa qoldi? Mana bu kolonkalar, ya'ni kompyuterning kolonkasi. Birata mana nima narsa? Bilmadim. Topib olgandim, ichiga qo'yib yubordim. Unaqa emas-da, unaqa qilmang dedim-ku sizga. Bu yerda sut bor ekan, soat bor ekan. Mana bunaqa soat bor ekan, ya'ni soat emas, tarozi-ku. Yoqilg'i baki. Bu yoqilg'i bakini keyinroq qaysidir mashinaga quyib qo'ysam ham bo'laveradi. Bu kichkina archachalar, ya'ni Yangi yil bayramida kerak bo'ladigan narsalar. Yangi yil o'tib ketdi-ku, shu Yangi yilda ham kimdir musor sifatida ko'chaga chiqarib tashlagan narsalar olib kelibsiz-a. Mana qo'ng'iroq dahshat narsa ekan-ku. Zo'r narsa, uni qimmat narxga sotib olganman. Qancha narxga? $5. $5 qimmat narxmi? Men uchun qimmat, sen uchun arzon bo'lsa ham. Tushundim. Mana bu esa chang'i. Qorboboning chang'isini o'g'irladingizmi? Yo'q, o'zi berdi. Nimaga berdi? Eskinib qolgan ekan, o'zi yangisini olgan ekan. Tushunarli. Hozir yana nima narsa qoldi tushunmayman. Mana durbin qolibdi, durbinni taqib ko'ramiz. Qaranglar. Вообще, lekin ko'zimga hech narsa bilmas ekan. Nima qoldi yana? Mana bu narsa oltinlar. Bo'ylik, yaxshi, normal narsa. Bo'yningizga bittasini olibsiz-da shuni ham. Olib qo'ygandim, kerak bo'lib qolgandi. Lekin qaytarib beraman agar kerak bo'lsa. Yo'q, mayli, taqib qo'yavering. Tak, menga nima narsa qolmoq. Menimcha hech nima qolmadi shekilli. Hozir mana bu narsa qolibdi ekan. Bu tojmi? Toj. Bura tojni ham taqib olmamsiz bir to'la boshingizga. Yarashmas ekanda, chunki u ayollardiki. Ayollarnikini menga nima berdingiz bo'lmasa? Endi sen yutib olding-ku, o'sha uchun senga berdim. Mayli, men bu narsalar olay, unda ketaman uyimga asta-asta. Mayli, ola qol. Tezroq olgin-da, uyingga chiz bor. Bo'pti, men ketdim unda. Sog'lik sizga. Mayli, sog' bo'l sen ham.